Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun chorshanba 2-iyul Namangan shahriga navbatdagi safar bilan yo'l oldik. Xabarlar bor, 1-iyuldan boshlab ID karta va haydovchilik guvohnomasi elektron shaklda ham kuchga kirdi. Men bukvalno bir 10 kun oldin ID kartamni yo'qotib qo'ydim. Va pravamni olib keldim o'zim bilan birga o'sha aeroportga. Lekin men bu MyGov orqali, mana qarang, MyGov orqali qilamiz. Mana bitta shaxs tasdiqlovchi, ya'ni ID karta bor. O'sha orqali hozir men biletni rasmiylashtirdim, ya'ni registratsiya qilindi. Hech qanaqa muammo bo'lmadi. Juda ham qulay. Rostmi? Bitta narsani aytib o'taman, faqatgina MyGov orqali soliq yoki bo'lmasam kopiya, rasmga olish, skaner hech qaysi o'tmas ekan. Shuning uchun sizlarga ham foydali bo'lsa